Musofirda yurganlar, Rossiya, Amerika, Koreya va ayniqsa Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz, diqqat bilan eshiting. Mana shu 3 ta zimmangizdagi mas'uliyatni esingizdan chiqarmang. Birinchisi, farzandlaringiz, ota-onangiz, ayolingizni har kuni yo'qlab turing. Ular holidan xabar oling. Topgan pulingizni albatta uyga jo'nating. Zinhor pulingizni harom ishlarga, nojo'ya ishlarga sarflamang, ishlatmang. Ikkinchisi, uylangan, ayniqsa yangi uylanib musofirchilikka ketganlar, yillar davomida yurib, bir necha yillar ayolingizni hijron qilmang. Xotiningizni sizda haqqi bor. Uni holidan xabar olib turing. Agar imkoniyatingiz yaxshi bo'lsa, 4-5 oyda, uzog'i 6 oyda kelib, ayolingizni holidan xabar oling. Ma'lum bir maqsadlar, niyatlaringizga yetarli darajada pul topdingizmi? Darhol ortingizga qayting. Yurmang musofirchilikda. Ayolingizni, ota-onangizni, farzandlaringizni hijron qilib, ularni bu yerda yolg'iz tashlab ketmang. Ayniqsa farzandi bor otalar. Iltimos sizlardan, tirikchiligingiz o'tadigan darajada pulni topdingizmi? Darhol ortingizga qayting va farzandingizning tarbiyasi bilan qattiq shug'ullaning. Yo'qsa bir kun sizdan olmagan mehri, siz ko'rsatmagan tarbiya, mehr, muhabbatni his qilmasdan kelajakda sizni yomon ko'radigan, sizga mehrsiz, jamiyat uchun ham alamzada bir inson bo'lib shakllanadi. Va milliardlarni toplasangiz ham bu farzandni ko'nglidagi kemtikni to'ldira olmaysiz. Va nihoyat oxirgisi, aziz vatandoshlar, sizning zimmangizda O'zbekiston degan nomning, vatanimizning sha'ni va or-nomusi turibdi. Uni chet elga chiqib yerga urmang. Turli xil jinoyatlar, yomon ishlar qilib, madaniyatsizlik, axloqsizliklarga qo'l urib, zinhor vatanimizning sha'nini yerga urmang. Qayerda bo'lsangiz ham o'zingizni go'zal axloqingiz bilan, musulmonlik axloqingiz bilan boshqalarga o'rnak bo'ling. Zinhor sizga qora qulga, hayvonga muomala qilganday muomala qilishiga yo'l qo'ymang. Niyatingiz amalga oshdimi? Vatanga qayting va shu yerda tirikchiligingizni qiling. Ustozlarimiz aytadi, rizq hamma joyda bir xildir. O'zbekistonda ham, xorijda ham. Faqatgina uni chin dildan Allohga ishonch bilan, muhabbat bilan, xolis sabablarini qilib axtarsangiz, barakasini Alloh taolo yetkazadi. Hammalaringizni sihat salomatlikda eson-omon vatanga qaytishingizni Alloh taolodan so'rab qolaman.